Bugun e-futbolda yangi taktikani sinab ko'ramiz. Nimaga yangi? Oldin ham bo'lgan bu narsa. Murakkabroq taktika. Nima uchun murakkab? Buni ko'rsanglar mana ikkita qanotga Teo Hernandez bilan Ashraf Hakimi turibdi. Himoyaga qaytayotguncha 5 ta zashta bo'ladi. Hujumga o'tayotgan payt 5 ta hujumchiga aylanadi. Navoda agar qolayotgan bo'lsa-lar, ikkita qanot himoyachilarni olib tashlab o'rniga qanot hujumchilarini vingerlarni tushirsalar bo'ladi. Bu plus taraflari juda katta. Himoyaga ham, hujumga ham zo'r yordam bera oladi. O'yin davomida ko'rishingiz mumkin. Bu taktika qanaqa ishlashini o'yin davomida ko'rishingiz mumkin. Вообще zo'r. Prosta nima desam, tiki-taka paslarga ham zo'r bo'ladi. Xuddi sizlar o'zlaringni 12 kishi bo'lib o'ynayotganda his qilasizlar. Shu taktikani sinab ko'ringlar. Markazga o'yinchilar ko'p bo'ladi. O'zlaringni pressing ham qulay his qilasizlar. O'yin boshlandi. Korotchi ezib tashlaymiz. Bu taktika zo'r. Hozir ko'rasizlar. Markazga e'tibor qilayotgan bo'lsalar, yaxshi ko'pchilik mana shu markazdan kirib ketishga harakat qiladi. Biz 3 ta himoyachi bo'lgan hisobiga markazni bemalol olamiz. Yaxshi pas ketdi. Neymar. Va! Shoshib qo'ydim Maradona chiqishini. Biluvdim, qani hozir sal shoshdim-da, necha. Hali vaziyat ko'p bo'ladi. O'rtaga ikkita markaziy hujumchi bo'lgani ham zo'r. Nimaga? Yaxshi olish kerak. Olish kerak, yaxshi. Bastoni qanaqadir menga unchalik yoqmadi, ko'pchilik maqtagan Bastoni. Beckenbauer pasga qanotga berish kerak. O'qidi. Necha? Pas. Yaxshi. Necha. Olish kerak. Yana pas. Sarosima bu. Pas. De Bruyne. O'qiyapti. Ko'proq qanot bilan o'ynashni yaxshi ko'raman. Ikkinchi qavatga ko'proq crosslar berishga harakat qilaman. Ikkinchi qavatga o'yinchi ko'proq kerak bo'ladi menga. Normal o'yinchi topolmayman prosta. O'qiyapti. Hernandez qo'ymabdi, Ashraf. Ruben Beckenbauer olib qo'ydi sekin. Pas yaxshi, yana pas. Sal o'yinga tushunarsiz o'yin bo'lyapti paslar bilan. Hali boshiga shunaqa bo'ladi baribir. Necha? Neymar va xato. Neymar pas berayotgan payt himoyachimiz xato qildi, ko'rganmiz. O'tkazyapti. De Bruyne. Ashraf. Yaxshi. Men kutgan narsa bo'lmadi, necha. Pressing qilish kerak. Pressingi zo'r, lekin pressingi chunki yaxshi. Deb. Yaxshi. Mana o'zi sovg'a qildim golni. Neymar Junior. Yaxshi. Hali boshlanishi. Hali unaqa biz xohlagandek o'yin bo'layotgan yo'q. Komandalar bir-birini o'rgana oladi, tushuna oladi. Xato. Ko'proq qanotga to'ttil. Yaxshi, xato qildi. Lekin Maur pasga berish kerak. Yaxshi pas. Hernandez. Ashraf zo'r o'ynayapti. Qanotni zo'r yo'q beryapti. Yamal. Oladimi? Olib qo'ydi. Olish kerak. Beckenbauer pasga berish kerak. O'ziga qaytar. Mato Delig. Out. Ko'proq pas o'ynash kerak. Ikkinchi taym yaxshi o'ynadi degan umiddaman. Qani? Jorginho, Guardiol, De Bruyne markazga, Neymarga pas berish kerak. Qanot zo'r ochildi. Ketdi. Qani cross. Yaxshi ko'tarib etdi. Neymar ikkinchi qavatga yordi. O'zi o'rniga Lautaroni tushirmoqchi edim.
Lautaro ikkinchi qavatga yaxshiroq edi. Ko'proq endi qanotlarga pas berib o'ynayman. Yaxshi Neymar. Birinchi taym tugadi. Birinchi taym xohlaganda bo'lmadi, nechun bitta zarba beribdilar. To'p nazorati bizaga. Mana bu to'p. O'yinchilar normalniy hozircha. Ketdi gol. Xo'sh. Ikkinchi taym. Gol. Ezamiz. Pasga. Voy, o'xshamadi bu. Pas berishimni oldin sezib pas berib qo'ydim. Yaxshi. Va xato. Nagli xatoda Yamal. Bu aniq edi. Bu aniq narsa. Yamal. Ular ancha slabi o'ynadi. Men o'zim nazorat qila olmayman. Yaxshi Neymar, mana xato. Yaxshi gol. O'z e'tibor qilgan bo'lsanglar, u ham mana bir xil xato qildi. Himoyachi chopmay qoldi. Himoyachidan shuni oldida o'tib ketyapti. Voy. Olish kerak. Yaxshi deyish. De Bruyne pasga beramiz. Yaxshi Ashraf orqaga. Pas Neymar Junior. Yaxshi. Voy! Necha. Oblak gap yo'q, хорошо oldu. Endi Uglavoydan ko'proq men ko'proq pas o'ynashni yaxshi ko'raman uchun pas beraman yana. Yaxshi Neymar shuni orqaga tortib sekin pas bersak, voy, ozgina qoldi. Ashraf. O'zi markazga qarash kerak markazga. Yaxshi olib qo'ydi. Pas. Sekin orqaga etdi. O'xshamadi. Va bastoni. Pas De Bruyne'ga. Ko'taramiz cross. Oy. Yaxshi. Olish kerak pressing. Zarba. Yaxshi. Kevin, bu bitta cross. Kevin. Voy. Уже zashtaga ular durang o'ynamoqchiman. Pas. Hernandez pas. Kim o? Ashraf, lekin ularda Ashraf zo'r o'ynaydi. Orqaga. Yaxshi pasga. Pasga men mo'qchi edim. Necha. Yaxshi. Beckenbauer. Xato. Deyish, zo'r o'qidi deyish. Guardiol. Yaxshi men kutgan narsa bo'ldi. Ketdi mana. Kevin. Yaxshi Kevin. Boqsa odam bo'lasan Kevin. Zo'r o'yinchi Kevin. Paslari zo'rda. Zamin qilish kerak o'zi. U mendan oldin bosibdi. Kim himoya, markaz Beckenbauer. Kevin almashadi. Menimcha hozir hujumchilar tashlash shart yo'q deb o'ylayman. Chunki 1-0 3-2 ga yutamiz. Shuning uchun hozir nima desam, charchagan o'yinchilarni almashtirsa bo'ldi. Himoyaga ko'p urg'u bermaymiz. Yaxshi. Himoyaga urg'u bermaymiz. Ikkita o'yinchini almashtirdi. Baribir yutamiz-da. G'alabani ushlab qolishimiz kerak. Go. Bu hujumni bitta olinga olish kerak deb o'ylayman. Voy, ushlash kerak. Voy. Yaxshi Oblak. Yo'q, bu Donnarumma. Uni varatasiga tepib berganman. Uni varatavoni eski qoldi. Bitta qarshi hujum Uglavoyga yaxshi uslub deb o'ylayman. Yaxshi pas, yaxshi ketdi. Pasga ketamiz Gutti. Xato.
O. O. Ketdi. Voy. Kosta Kurtani ushlash kerak. Voy, pas. Ushlash kerak Vini po'qni ushlash kerak. Voy. Voy. Messi demi? Messi. Ikkinchi qavatga o'yin olmoqchi bizga plus bo'ldi hozir. Yaxshi, qanot qiyin Neymar qiyin. Uju full o'yinni ular o'ziga oldi. Sezilyapti uju o'tolmaymiz. Voy, yaxshi. Mbappe ham ikkinchi qavatga yo'g'ri. Hernandez va xato. Uju pas bilan o'ynashimiz kerak, vaqt ushlashimiz kerak, deyapman. O'tolmaymiz. Yaxshi Kosta Kurta. Pas. Voy, o'tdagi markaz. Voy. Ya ketdi. Voy, tugab qoldi. Yaxshi o'yin bo'ldi deb o'yladim. Nima men his qilmadim bu raqib to'g'risi. Prosta hamma narsa nazorat ostida o'tdi. Neymar zo'r o'ynadi. Video yoqqan bo'lsa, like, komment, yana shuni quyida chiqishini xohlasanglar, go.